Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi zakazimiz tayyor bo'lyapti. Sinovka jarayonlarida. Shu xonadonimizdagi shkop yasab beryapmiz. Shkop razmeri 2,5 ga 270 balandligi. 6 ta eshikli bo'lyapti. Tepasi antirsol, ikki tomonli beshilka, tepasidan alohida polkalar qilib beryapmiz. O'rtaga polka, teng tarafga ikkita tortmasi bor. Shkopimizda 100% NDFdan ishlanayapti. Ish jarayonlarini kuzatib boringlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizning navbatdagi zakazimiz tayyor bo'ldi. Ushbu xonadonga shkop yasab berdik. Razmerlari 2,5 ga, balandligi 270. Shkopimiz 100% NDFdan yasaldi. Mana bir tarafiga beshilkalar qilib berdik. Tepasiga polka, alohida orqa taraflariga uporlar berib qo'yganmiz. Fanerlar orqaga ketib qolmasligi uchun. O'rta tarafiga ikki qatordan polka qilib berganmiz. Teng tarafiga tortmalar. Ikkita tortmasi bor. Hop, bu tarafimiz ham beshilka, tepa tarafi antirsol narsalarni qo'yish uchun. Mexanizmlarni yaxshi mexanizmlardan qo'yib berganmiz. Chiroyli chiqdi hammasi. Xudo xolisa. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Zamonaviy mebel kanalimizda, Telegramda. Rahmat kattakon hammanglarga. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizning navbatdagi zakazimiz tayyor bo'ldi. Mягкий karavot, 1.62 matras razmeri, telari ochiladigan, sanduqli, kapot mexanizmda. Rossiyskiy mexanizm qo'yib berdik. Telari narsa joylashish udobniy qilib, mexanizmlar, yaxshi mexanizmlardan qo'yib berdik. Yon taraflarini mana alohida to'sula qilib berdik. Orqalari figurali, figuralari alohida mana ramashka qilib chiroyli qilib berdik. Rangi tushdi. Xohlasa, uni remotdan keyin sirchlarni olib tashladi. Hozir sirchlarni yechmadik. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib qo'yasizlar. Telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz.